Do'stlar, mashina temasidan biroz uzoqlashamiz. Mana bu yerda Taxtabozordan kelayotganda daraxtlar bor ekan. Narxlarini qiziqib so'raymiz. Aka, bu qanaqa daraxtlar? Pavloniya daraxt. Qanaqa? Pavloniya daraxt. Pavloniya. Tez o'sadigan pavlon, mebel daraxt. Ham dekorativ. O dekoratsiyaga-da, menimcha. Meva-peva qilmaydi. Ha, ham gullaydi, chiroyli bo'ladi, ham yo'qochidan foydalanish mumkin-da. Ha. Bu hammasi bir xil-a, o'zi siz aytgan pavloniyami? Sorti bir xil, faqat katta kichikligi farq qiladi. Necha puldan endi kattalari, kichiklari? 50 mingdan boshlanadi, 120 minggacha. 50 mingdan 120 minggacha. Kattadan kattalar stivol yog'oqlar bor-ku. Ha. Ular archalar ham sizdanmi? Archalar. Archalar necha puldan? Bu majmelik sorti, mana bular 125 ming, mana bunisi 180 ming tushirib beramiz. 120 ming, 180 ming. Kelishib qo'yilasiz yana. Yaxshi. Qani u yerlarni ko'raylikchi. Archalar, har xil turdagi archalar bor ekan bu yerda. Zo'r lekin. Mana ular nima? Bu palma. Ana palma. Palma Traxnikarpus. Bu ham dekorativga yaxshi. Hovlining ichiga chiroyli. Minus 4-5 gacha chidaydi bu. Ana qishki havolarga ham yoqimli. Bu endi necha pul? Bu narxi 245 ming tushirib beramiz, kelishib beramiz. 245 ming yani tushirib berasiz, ha? Bu bularchi? Hamsha bahor deyiladi bu ham. Qishin yozin zelyonni turadi, bargi tushmaydi bu. Hovlining ichiga, tashqarilarga ham zo'r, zabor qilishlarga ham zo'r. Chiroyli, yaxshi narsa. Asosan mana bu daraxtlar hammasi dekorativ ekan-da. Bu yoqda mevalilari bor, menimcha. Yo'q, mevali bizda yo'q lekin. Faqat dekorativga. Mevali daraxt bu boshqa. Yaxshi. Hammasi sizdan ham bularni? Xudo xohlasa. Yarim minggacha. Palmani maydasi. Mana bu 110 ming, 100 ming pul beramiz. Mana bu 130, 140 ligi bor. Yaxshi. Olicha pisarnik mana bu. Qizil bo'ladi. Shtampovoy bo'ladi. Bargashi bardoviy bo'ladi. Qip-qizil bo'lib, chiroyli bo'lib. Mana bunisi bu Vuruchina mana bu barg. Mana bunisi. Bu Vuruchina. Bu ham qishin yozin zelyon bo'lib turadi, chiroyli, shtampovoy. Narxlari qanday ekan? Narxlari mana bular 230 ming so'm. Mana olcha 280 ming so'm. Bular ham kelishib beramiz. Yana chiroyli qilib berasiz narxlarni. Mana bu Bravo nomi. Bravo. Ionomus ham deyiladi, Bravo deyiladi. Bravo. Bular 180, 170 mingdan. 180, 170 mingdan, ha? Mana 140 ming so'm bu brezgilik. 140 ming so'mlik brezgilik. Bu ham asosan dekorativga ishlanadi, ha? Hammasi. Xo'p. Yerlarga ham bir o'tamizmi? Mana bu palma, kanadskiy palma, endi bu sal nozikroq. Lekin chiroyli. Tuvakka asosan eksa bo'ladi. Yerga ekilsa ham ho'rash kerak buni. Qishga turmaydigan. Lekin chiroyli narsa ekan, ha? Lekin chiroyli. Bularchi? Bular boshqacha. Bansa. Bansa. Tayyorlangan, forma berilgan, bu 550 ming so'm. 550 ming so'm. Mana bu spirallar 380 ming so'm, bular ham tayyorlangan. 380 ming so'm. Buramalar, buramiz. Bularchi? Bu ham o'sha hamshabahor boyagina. Hamshabahor maydaroq, ha? Zo'r. Daraxti bor. Qaysi sizniki bo'lmasa ham yo'g'ini ham biri ko'raylik, keting, ha? Birdan. Mana bu brezgilik boyagidan bu ham. Brezgilik. Narxlar o'sha 140 ming so'm, 140, 150 ming so'm. Kumush rangi, mana bu kumush deyiladi. Yerdiga mana qara oqi bor. Kumush rang. Bu ham 150 ming so'm, 160 ming so'm narxi. Mana bu shamshor. Shamshor. Bu ham zelyonni bo'lib turadi, qishin yozib. Kestirlarda formaga bersa, xohlagan formaga tushadi bu. Bu mayda bo'lgani uchun 75-80 ming, kattalari qimmat. 75-80 ming, kattalari boshqacha narx. Qolgani mana bu nima ekan? Osilib turgan. Mana bu nima ekan? Qiziq narsaga o'xshayapti. Mana bu nima? Dekorativni tut. Dekorativni tut. Pastga qarab o'sadi bu, pastga qarab. Bu tepalik joylarga qo'yish kerak ekan, pastga qarab o'tsa.
farqi Yo'q, emas. mana bu yer o'sadi, pastga bo'yiga o'smaydi. Bo'yi shu turishga turadi. Ha, ha, ha. Faqat mana bu pastga qarab o'sadi, kesib qo'yaverasiz. Yerlargacha bormi? Yerga tegadi. Zo'r. Bu narxi qanaqa? Bu 120 ming so'm. 120 ming so'm. Yaxshi. Zo'r. Nomeringizni bitta aytasiz. Xudo xolsa qiziqqanlar ko'p. Telefon qilishadi. 93lik 220 220 64 64 98. 98. Ismingiz nima? Abbos. Abbos aka. Telefon qilib mana shunday qiziq mana daraxtlar har xildan bor ekan. Bemalol telefon qilib. Gazon ekish xizmatlari ham bor. Gazon- Chiroq beramiz. Ha, gazon ekib ham beradilar. Chiroyli narxda, hammasi kelishilgan holda. Kimga kerak bo'lsa mana shunaqa dekorativ chiroyli narxlarda bemalol Abbos akaga murojaat qilsangiz bo'ladi.